Alo. Men aytilgan joyga keldim. Bilaman, siz rasmda ko'rganimdan ham chiroyli qizsiz. Men ham keldim, sizni ko'rib turibman. Faqat o'ylaganimdan ozgina ozg'in ekansiz-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Charchamaysizmi yo'lda? Yaxshimisan? Sher nima qilib yursan bemahilda? Qarzingni qachon berasan? Qanaqa qarz yaxshi ko'rgan qizim bilan uchrashuvga chiqqanman, boryapman. Qanaqa yaxshi ko'rgan qizing? Nodir? Bo'ldi, o'rtoq, xizmatlar bo'lsa aytarsan. Hozir telefon qilaman. Voy, bu hali o'g'il bolamiz ko'tdan o'pchi qo'ygan. Batmakkani yaxshi bilasanmi? Ko'tga $50 olish uchun $100 berib yubordingmi hozir? O'rtoq, gap pulda emas, bizning oqibatimizda. Sen yo'q bo'lib ketyapsan, boshqacha stop bo'lmayapti seni. Rostdan pul uchun emas, oqibat uchun. Lekin qarzingni berasan. $50 emas, $150 qilib qaytarasan. Jindimisan, sen susqormisan? Nimaga $150 qaytaraman? Qanaqa suv? Nodirga ham $100 rasot qilib qo'ydimi? Vani berib olgan pulingni meni bo'ynimga qo'yyapsanmi? Agar sen qarzingni bermasang, Nodirga tashlagan rasmlarni hammasini tarqataveraman. Voy, iflos, o'zi boshida turqin yoqmas edi. Pulingni so'raman ham asalim.